Salom hammaga, sizlar bilan yana Ultra Futbol. Anchadan beri video qilmagandim. Bugun obunachim bilan o'ynaymiz. Kuzatib boringlar, zo'r video bo'lishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lib, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarni ham kuzatib borasizlar. Qancha ko'p obunachi va like va kommentariya bo'lsa, bizni ijodimiz shunchalik ko'proq videolar chiqadi va davom etadi. Davom ettirishni xohlaysizlarmi? Shuni ham kommentariyaga yozib ketinglar. 2 oy shundan beri endi video qilyapman. Qanaqa videolar qilishimni xohlasanglarni ham yozib ketinglar. Men bilan o'ynashinglar uchun shu obunachimga o'xshab obunachim bilan o'ynayapman. Instagramga ham shu qiziq joylardan videoni kesib qo'yiladi. Shu qo'yilgan videoda kommentariya yozasizlar va eng ko'p like yiqqan bilan o'ynayman. Instagram pastda belgilab ketaman. Ultra Futbol. Obunachim shu o'ynayotgan obunachim ham kommentariya yozsanglar, orasidan bir ikkitalaring bilan tanlab o'zi o'ynaydi. Niklaringni yozib ketinglar, druja tashlaydi va o'ynashinglar mumkin. Men ham druja tashlayman, o'ynaymiz. Telegramdan ham yozishlaring mumkin. Coins kanalimga o'tib. Biz esa boshladik. Hammasi tayyor. Bu yerda Wesley Sneijderni olib bu yerga qo'ysam, Alexis McAllister ham bor. Tak Realga gol urgan kartasi. Placefit boshladik. Obunachim ham bosdi. Kuzatib boringlar. Qiziqarli o'yin bo'lishi tarafdorimiz va zo'r o'yin qilib beramiz. Instagram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Videolar ko'payib boraveradi. Hali ozgina video ham oz, obunachi ham oz Instagramda. YouTube'da video ko'p, obunachi ham yaxshigina. Ko'p emas-ku, yaxshi. Boshladik, Ronaldoda to'p boshladik, Rijkaard. Pas Wesley Sneijder yana bermoqchi edim, lekin Xavi Simons o'qidi. Orkun yaxshi rivojlantiryapti hujumni. Pas Xaviga yana Orkun bilan o'ynadi. Alexis Salimakers ko'tardi. Salimakers Peter Schmeichel ushlab olyapti. Tezroq hujumni davom ettiramiz. Andrew Robertsonni ham olganman. YouTube kanal, Instagram kanalimda buni aytib o'tdim. Ko'rgan bo'lsanglar. Baresi Robertson ham hozircha yaxshi o'ynayapti. Messi, pas, Ronaldo, Cristiano, Neymar, yana Messi bilan o'ynadim. Lionel Messi yonidan kirib borishga harakat qilamiz. Pas, lekin bu yerda biz Saliba oldinroqda turgan edi va Kobel tepib yubordi. Salibaga ham to'p yetib borgani yo'q. Abduqodir Husanov oldi va xato pas. Sneijder to'g'irlab olib tepishga harakat qilamiz. Zarba noaniq. Wesleyning o'zi ham pushaymon bunaqa tepganidan. Kobel. Gregor Kobel tepib beradi endi biz uchun. Kanalga obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasa, qanaqa video qilishimizni kommentariyaga yozib ketinglar. Qanaqa video qiziq. Rijkaard, Messi, Declan Rice, Bernardo Silva o'tmadi. Yana Ronaldo bilan, yana Messi pas. O'tmadi. Abduqodir Husanov yaxshi o'ynadi bu yerda. Messi yana pas Cristianoga. Ronaldo pas o'tmadi. Saliba patkat bilan olib qoldi to'pni. Salimakers, Orkun pas Xavi Simonsga. Simonsdan Rijkaard oldi, lekin Salimakers olib qo'yib pas bergan edi. Baresi bu to'pga egalik qilyapti. Rijkaard, Ronaldo, Abduqodir olib qo'ydi bizdan to'pni. Orkun, Gyökeres, Bernardo Silva nima qiladi? Silva pas, Gyökeres zarba, gol. Viktor Gyökeres 30-daqiqada hisobni ochyapti. Harakat qilamiz g'alaba qozonib ketishga, lekin hozircha yutkazyapmiz. Rijkaard ko'tardim Wesleyga va Messi. Saliba oldi. Bernardo Silva. Xavi Simonsga pas o'tmadi. Robertson yaxshi o'ynadi bu yerda. Instagram kanalimda aytganimdek yaxshi o'ynayapti. Sneijder
Declan Rice, Xavi Simons, Orkun Ko'kchudan oldim. Neymar, yana pas Ronaldoga. Messi kirib boradimi? Messi kirib borishga harakat qilamiz, lekin Abduqodir Husanov podkat bilan olib qolyapti. Bugungi o'yinda zo'r o'ynayapti hamyurtimiz. Orkun Ko'kchu o'tib ketdi. Nima qiladi bu yerda? Teptirmaslikka harakat qilamiz, lekin ura olmadi yaxshi. Bosh murabbiy ham obunachimni qarsiga chop qo'yapti. Hech bo'lmasa zarba berdi. Tezroq tepib, gol urishimiz kerak. Ronaldo ikkinchi qavatda yutkazdi Abduqodirga. Pas Eden Azar yonga olgani xato bo'ldi. Kastakurta pas xato mendan ham. Bernardo Silva, Declan Rice, Orkun Ko'kchu o'tmadi. Yaxshi birinchi taym 1-0. Zarbalarimiz ham hozircha bir xil. Oxirigacha ko'rib boringlar, hali nima bo'lishini hech kim bilmaydi oldindan. Shuning uchun o'yinni oxirigacha ko'rib bilib olishlaring mumkin. 1-0. Ikkinchi taymni obunachim boshlab beradi. Viktor Gyokerishda. Arsenalning hujumchisi Kobel bilan o'ynadi. Boshlanishida xuddi Bavariyadek. Bavariya ham Neuer bilan o'ynadi va keyin tepib beradi. Yamal, pas, Messi, Rijkaard. Yana Messiga Lamine Yamal hujumni uyushtirishga harakat qilamiz. Lamine yorib kiraman, aylantirdim. Kobel to'sdi, lekin Saliba to'pni tepib yuboraman deb avtogol urib qo'ydi. Barobar bo'ldi hisob. Mana Yamal aylantirdi va Saliba to'pni tepib yuborish maqsadida udarni bosgan edi obunachim, ya'ni podkat va joy almashganda udar bo'lib qoladigan knopkani. Afsus. Barobar. Yamal pas, zo'r hujum bo'lyapti. Cristiano yana Yamal bilan o'ynadi. Lamine Yamal. Lamine nima qiladi? Pas Saliba oldindan podkat tashlab buni bilgan ekan va buni olib qoldi. Yaxshi obunachim hozircha podkatlari qoida buzmasdan podkat qilyapti. Ronaldo yorib kirayotgan edi, Abduqodir Husanov oyog'ini taydan ilib oldi to'pni. Shuni olib qo'ydi. Yaxshi. Kamavinga bergan pas o'tmaydi bu. Pas Messi yana pas, Cristiano yana pas. Abduqodir bugungi o'yinchilarimizning eng zo'r o'yinchi bo'lyapti. Shu o'yinchilarning ichida zo'r o'ynayapti. Orkun. Pas Xavi Simons bilan o'ynadi. Simons nima qiladi Simons? Kirdi anchagina zarba berdi ham darvozabonning o'ziga. Saliba tutkazib yubordi. Messi tezroq aylantirmasam keyin kech bo'ladi. Kuber. Yaxshi oldindaman. 68-daqiqaga kelib Yamal. Ronaldo yana Yamal bilan o'ynadim. Abduqodir bu yerda to'pni olib qo'yapti. Gyökeresh, Declan qanotga Eden Azarga berdi. Yana Kamavinga hujumga qo'shildi. Gyökereshni ko'tardi, buni esa bartaraf qildik. Abduqodir kelyapti, lekin o'tib ketdim. Yana Lamine Yamalga, Lamine urishga harakat qilamiz Laminda. Ko'tardim, Ronaldo zarba, Kobeldan super sef, endi esa offside Yamalda. Vaqt esa tugab bormoqda. Lekin oldindaman. Kobel o'yinga tepib beradi to'pni. Gregor pas, yo'q tepmadi, pas o'ynadi Abduqodir. Eduardo, Eden Azar, Viktor Gyokeresh, Bernardo Silva ko'tarib berdi, yo'q qizartirib berdi. Bunga esa yeta olmaydi. Xato qilganini o'zi ham bildi. Obunachim Kastakurta menimcha aniq bilgan. Messi Ronaldoga yana pas, Neymarga o'tib ketdi. Neymar Juniorda ham urib qo'yamiz. 3-1. Zo'r pas bo'ldi Ronaldodan.
3-1 bo'ldi obunachimiz bilan o'yin. Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Bernardo yana, Andrew Robertson, Franco Baresi, 87-daqiqaga keldik. Siemens hisobni qisqartirishga harakat qiladi endi. Yana hujum uyushtiryapman Neymar Junior bilan. Neymar nima qiladi? 3-1 bo'lyapti. 4-1 bo'larmiki? Pas xato. Yaxshi pas bermadi Neymar. Bo'ldi, menimcha 3-1 tugaydi o'yin. Chunki hech qancha daqiqa qolmadi, bo'ldi. 94 tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Sizlar bilan Ultra Football bo'ldi. Coins kerak bo'lsa iPhone'ga ham, Androidga ham pastda belgilab ketishga harakat qilaman. Shu shartlarni aytib o'tdim. Instagram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramdan videolar ko'p chiqadi. Bugungi matchimiz 3-1 bo'ldi. Sizlar bilan o'ynashim uchun Instagramga o'tib shu qisqa videoga kommentariy yozinglar.